Odil Xolmatov chavandozlar sulolasi vakili sifatida Ko'pkariga kirib keldi. Otasi To'ra Xolmatov unga ustozlik qildi. Bu borada akalari Erkin, olim chavandozlardan ko'p narsalarni o'rgandi. Men farzandlarimga shu Ko'pkaridan kelgandan keyin ham juda qattiq tanbeh beraman. Juda qattiq urushaman, juda. Mana shu sen shu yerda shunday xato qilding, shunaqa noto'g'ri qilding, shunaqa qilding deb, shu hozir Xudoga shukr mana hozir o'g'illarim 4 ta o'g'lim, 8 ta nevaram chavoyapti. Ular Xudo xolasa nasib qilsa elimizni, xalqimizning olqishiga sazovor bo'lar. Odil Chabag'on Ko'pkarining orqasidan ko'p ellarda, yurtlarda bo'ldi. Qayerdaki bo'lmasin, katta sovrinlarni ayirib, Surxondaryoning orini olib kelmoqda. O'z davrining eng bedov otlarini mindi. Juda ko'plab muxlislar orttirdi. Odil Chabag'on uchun Ko'pkari nima? Men uchun Ko'pkari nima deydi? Dunyo, el, yurt, xalq, or, nomus. Bu ulardan bunday hali birov boyib ketdi deb eshitmaganman, to'g'risi. Alloh bersin. Ko'pkari bu, men aytayapman, uni tasavvurlab bera olmayman. Borlig'im meni. Umuman olganda, To'ra Chabag'onning farzandlari va nevaralari uloq chopib el og'ziga tushib kelmoqda. Garchi Ko'pkari ancha qiyin sport turi bo'lishiga qaramasdan, Odil Chabag'on kelajakda o'z o'g'illarining ham el orini oladigan chavandoz bo'lishini istaydi. Ularni yoshligidanoq ayni maqsad yo'lida tayyorlab bormoqda. Uning farzandi Eljahon hali yosh bo'lishiga qaramasdan, ot minib bobosi va otasi hamda amakilaridan chavandozlik sir asrorlarini o'rganib bormoqda. Maqsad nima endi kelajakda? Chavag'on bo'lish. Bu o'rganyapsanmi? Qaysi otlarni bilyapsan? Qanday bo'layapti? O'rganyapmiz. Nimalarda o'rganyapsan? Mashg'ulot qilyapsanmi? Ha. Qayerlarga Ko'pkariga boryapsan? Otangga, bobongga qo'shilib? Hamma joyga Ko'pkari boryapman, dadam bobomga qo'shilib. Eng yaxshi ko'rgan oting qaysi ot? Metan. Metan, ha? Dadam, bobom, avlodimiz Ko'pkari Chavag'on bo'lganligi uchun Ko'pkariga qiziqaman. Ot mingan odam dadil bo'lish kerak. Odil Chavag'onni ayirgan qaysi eslab qo'ygan nimalaring bor yaqinda? Qanday zotni ayirgan eslab qo'ygansan? Sen eng eslab qoladi qaysi? Eshtimni tuyani ayirtirib, meni e'lon qildirgani. Qachon bo'ldi shu? 2022-yillar bo'ladi. Nimani his qilding o'sha payt? Meni uchun Chavag'on bo'lishdi, shu zotlarni ayirishdi. Hozirgi bir nor tuya $200 Odil Chavag'on o'g'li Eljahon ayirdi. Ot To'rabosining metani. Shunday. Odil Chabag'on ko'p yillardan buyon uloq chopib kelmoqda. Mana shu yillar davomida u suruvlab tuya, ot, ho'kiz, qo'y, echki hamda qimmatbaho sovrinlarni ayirdi. O'zining aytishicha, qiymatidan farqli ravishda uning uchun har bir sovrin qadrli. Axir 100, 200, 300, ba'zan undan ham ko'p otliq qatnashganda raqibning orasidan takani olib chiqib, bakovulning halol degan bahosini eshitish uchun ozmuncha mehnat talab qilinadimi? Lekin eng esda qolarlisi Boysun tumanidagi Panjob qishlog'ida tashkil qilingan Ko'pkarida ayirgan sovrini edi. Metan bilan katta uloqda ayirdim. Juda katta zot qo'yildi. O'shani metan bilan ayirganimda undagi hayajon u boshqacha. O'zim tushunmay qoldim, nimaga bunchalik bo'layapman deb. O'sha vaqtdagi mendagi holat boshqacha hayajonda edi. O'shaning uchun bir umr yurakda qoladi endi. Bu o'tkinchi dunyoda barisi kelma navbat. Zo'r chavandozning ham o'z davri bo'ladi. Yillar o'taveradi, Surxon vohasidagi Ko'pkari maydonlari ishqibozlar yana qanchalab alp yigitlarining dovruq solib, uloq chopishiga shohid bo'ladi. Ammo Surxondaryoning Ko'pkarisi tarixi haqida gapirilganda 21-asr boshidagi kamida 20 yil aynan Odil Chabag'onning davri sifatida eslanadi. Zero yangi asrda sho'rchining Odili ot ustida o'z nomini Ko'pkari tarixiga mixlagan kamdan kam yigitlardan biri sifatida tarixga kirdi. Qo'shni ho'kiz $100 400 mingda. Sho'rchidan Odil Chavag'on, sho'rchidan To'ra Hojiboyev metani bilan ayirdi. Bitta qarsak bo'lsin metanga ham Odil Chavag'onga. Akamni ishlashi